salang, hammalarning katta qand. Bolajonlar bilan eslab qolish o'yinini o'ynayapmiz. Shu umumiy 18 ta o'quvchidan 5 kishi qolishdi. Bu qanaqa tartibda bo'ladi? Birinchi 2 ta sonni eslab qolish kerak. 3 ta 4 ta bo'lib 5 taga chiqdi. 5-bosqichga chiqqan o'quvchilarimiz, 4-bosqichga, chunki 2 dan boshlanadi, 2 tadan boshlanadi. Hozir ko'ramiz. Agarda hammalarning to'g'ri salang, hammalarning katta qand. Ketdi. Boshlandi. 4 6 5 0 1 2 9 8 9 5 kengsi 9 7 4 3 7 kengsi 4 3 0 8 7 kengsi 5 1 9 1 5 kel javoblarni aytaver. 4 hop 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 to'g'ri keyingi bosqichga o'tdingiz. 7 xato ekan, o'zi bitta xato bilan o'yindan chiqib ketiladi. Bo'ldi, qolgan taxmin qilib so'ramiz. 9 7 4 0 3 yo'q 3 7 ekan, keyin yiqildingiz bo'ldi. Jazga o'tiring. 4 7 9 9 kim qoldi? Zo'r, ikkita qand oling. Olib bo'lganingiz uchun